Endi biz ikkita saralash yutqazganman, alamzada bo'lib yuribman. O'sha o'yindan keyin razdolkaga kirib yig'laganman. Nima yig'layapsan? Men jahon chempionati yutqazib bo'ldim. Mana bunaqasi bor, mana bunaqa o'yin bo'lsa, meni chaqirmasang ham bo'ladi degandek qilganimda aytgan, "Yo'q, vaqtimiz bor. Men hammani ko'ryapman. Yoshlarni chaqirib, o'sha 2 yil, 3 yildan keyin o'sha yoshlar o'ynaydi." Mana boshidan kelgandan beri o'zini yo'nalishi bor. Shu yo'nalish bilan kim nima deydi, qanaqa tanqidlarga uchradi boshida, bizani futbol emas deyishdi. U 3 ta himoyachilik futbolni qurdi deb baribir. Ko'pchilik o'yladi, bu yana himoyaviy murabbiy keldi. Lekin himoyaviy bilan farqi bor edi boshqa o'zimizdagi murabbiylar himoyaviy anonsi bilan. Chunki unda agressivlik va ko'proq oldiga o'tish. Faqat himoyada yotib olib tepib yuborish emas. Paradoks ham bor deb aytdi. Hujumkor murabbiylarni yaxshi ko'ramiz, lekin hujumkor murabbiylar himoyalanish kerak paytda hujum qiladi. Himoyalanishni ustuvor qilib belgilaydigan murabbiylarni tanqid qilamiz. Qaysi biri to'g'ri endi?